Boru mashinalari bo'lsin, rozi bo'lib qolaman-da, boru mashina. Assalomu alaykum. To'xta, sen salom ber birinchi. Nima? Chunki dadam aytgan, qiz bola birinchi salom berish kerak degan. Salom bermasam-chi? Anin qara. Va alaykum assalom. Nima qaragin, ja ko'p gapirar ekansan, endi maqsadga o'tgan nima? Endi maqsad senga uylanish. Hozir uylanaman de, hozir erkak. Yo'q, hozir emas. Oldin uchrashaylik, keyin. Men qaragin, sal ketmonroq emasmisan? Ha? Nima qilibdi? Ertalab molimga o't berayotganda ketmonim bilan uxlab qoldim men. Sigirlaring, mollaring ham bormi? Ha, nima qilibdi? Zerikib qolmaysanmi? Mol. Nimaga eshagim ham bor? Yo'q, Yo'q, unaqa emas. Qanaqa unda? Ha, shunaqa ekan. Men qaragimda uchrashuvga kulturniy chiqsang bo'lmaydimi? Men do'ppida ham chiqadimi uchrashuvga? Dadam aytganda, do'ppi erkak kishini ko'rki degan. Yo'q, to'g'ri, do'ppi erkak kishini ko'rki, sen nima kiyib olding? Dadam aytdi-da. Dadam aytganini qilaman men. Qilmayman emas, Dadam aytganini qilaman men. Yo'q, qilmayman. Qilaman dadam aytgan. Mana dadangiz aytsa qilasiz-ku. Yo'q, qilmaysizmi? Siz ham qilmasangiz, men ham qilmasam, kim qiladi? Monolar yoki monolar qiladi. Qilmaydi. Xo'sh, nima do'st? Do'ppini ikki xil turi bo'ladi. Birinchisi zilyonkali, ikkinchisi zilyonkasiz. Men 5 yoshimda zilyonkalik ekanman. Bo'lganda hali ham o'sha zilyonkalik yuribsan shekilli-da, Ha, o'shanday. Ay qara, men qornim ochib ketdi, ovqatlanishga boraylik. Yana ham aytdim mana shunaqa deyishingni. Men belimga non baylab yuraman-da. Mana ke yeymiz. Men shu yerda ovqatlanamanmi? Yo'qmasa kim mana bu yoqda ovqatlanaman? Bo'pti. Buni qo'ying, ismanga yoqdingiz, endi bizning to'yimiz bo'ladi. Bular kamput bo'ldingmi? Men uylanmayman senga. Voy, nimaga? Men ham sizdayman. Ketmonmisan? Ha? Endi biz ketmonchilarimiz bo'ladi, yur. Mamaram, qizingni olib qo'ydim, o'la.